Tarmoqli marketingda eshitish bor, bilish bor. Bilasizmi xato qayerda? Takrorlamaslik yo'q. Bilamiz, eshitamiz, lekin shu narsani takror qilmaymiz. Ikkinchi navbat, prezentatsiya o'tayotganligini ko'rish bor. Ustozingiz keladi, prezentatsiya o'tadi. Uni ko'ramiz, bilamiz. Prezentatsiya o'tish kerakligini ham o'rganishni bilamiz, lekin takrorlash yo'q bizda. Tarmoqli marketingda odamlarga aytish kerak. Buni bilamiz, lekin takrorlash yo'q bizda. Tarmoqli marketing bu nima deb aytadigan bo'lsangiz aytgan bo'lar edim. Ustozni qilganini takrorlash, boshqa narsa yo'q. Negaki tarmoqli marketingda doimo biz kutuvchi insonlarmiz, takrorlovchi insonlar emas. Negaki tarmoqli marketing bizga kimdir kelib o'rgatishga majbur emas. Bizning o'zimiz borib o'rganishimiz kerak. Yechim qayerda? Yechim. Eshitdingizmi? Buni sirazi takrorlash kerak. Mana hozir biz treninglarga qatnashamiz, aytadi, treninglarga borganman, lekin hech qanday nima deydi, ijobiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun eshitdikmi shu narsani takrorlash kerak. Bildikmi bu narsani takrorlash kerak. Prezentatsiya o'tayotganini ustozingizni ko'rdingizmi? Takrorlash kerak. Ya'ni odamlarga aytish kerakligini bildikmi? Takrorlash kerak. Bizda takrorlash qayergacha boryapti? Takrorlash bizda 2 ta yoki 3 ta insongacha yetib boryapti. 3 ta yoki 4 ta, boshi oxiri 10 nafar insongacha takrorlay olyapmiz, odamlarga ayta olyapmiz. Mahsulot haqida, kompaniya haqida, imkoniyatlar haqida u tomoniga bora olmayapmiz. Birinchi navbat bugundan boshlab biz necha nafar insonga takrorlay olyapmiz. Mana shu statistikani chiqarishingiz kerak. Bo'lmasa doimo biz hayotda emas, xayolda ishlab yuraveramiz. Endi savol, biz hayotda ishlayapmizmi? Xayoldami? Nima deysiz? Xayolda, to'g'rimi? Xayolda ishlayapmiz. Mana bugun mana shu video, mana shu treningdan keyin xayolda ishlayapman degan narsani juda ko'p o'rgandikmi? To'g'rimi? Ya'ni ishimizda past intizom ekanligi, xayolda ishlayotganimiz, noto'g'ri ishlayotganimiz, noto'g'ri takliflarni o'rgandik bugun aynan. Sizda ham mana shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa, aynan bizning treninglarimiz mana shu ustoz va shogirdning muammolari va eng asosiysi tarmoqli marketing qanday o'rgatiladi va o'rganiladi. Mana shu temalar haqida yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.